Bugün biz siyasi dahi ve büyük dini alim Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin reisi Elixan Tören bilen tanışıp çıkamiz. Elixan Töre Sağoni Özbek milletinden bulup 1885 yılı 3. ayının 21. günü Sabık Türkistan hazırki Kırgızistan Cumhuriyeti tevasideki Tokmak yani Bala Sağon şehirde Hallık Dihkan ailesinde dünyaya keledi. Onun atısı Şakirxan Töre 4 perzenti bulup Elixan Töre Balanın ikincisi. Şakirxan Töre öz zamanasında marifetperver kişi bolğaçqa balalarının oquşuğa nahayeti köngül biledi. Elixan Töremni çoğ oğlu Almıxan Töre bilen Medine Münevverge Arap dili ve şeriat bilimlerini oquşqa evatidi. Elixan Töre o'qishni bitirib vataniga qaytib kelib, Buxoro madrasalarida davomli ilm tahsil qiladi. O'qish mezgillarida bir tarafdan arab, faris tillarini, yana bir tarafdan tibobatchilikka ishtiyoq bog'lab, Ibn Sina qatorliq olimlarning asarlarini o'qish bilan birga zamonasidagi tiyiblarni ustoz tutib, usta tiyib bo'lib yetishib chiqadi. Elixan Törening ilm egallayotgan vaqti dal Chari podshoh hukumatining O'rta Osiyoni ishg'ol qilgan yerlik xalqlarning Chari podshoh hukumatiga qarshi qo'zg'olon ko'tarayotgan vaqtlari bo'lib, 1916-yili Toqmoq, ya'ni Bala Sağon tevasideki Kırgız ve başka millet xalqlari birlikte Çar Rusiya hükümetiga qarshi qo'zg'olon ko'tardi. Lekin qo'zg'olon Çar Rusiya hükümeti tarafdan bostirilib, qo'zg'olonga qatnashuvchilar har tarafga qochdi. Uzoq o'tmay oktyabr inqilobi g'alaba qildi. Buning bilan Elixan Töre 1918-yili vataniga qaytib, Toqmoq shahridagi cho'ng masjidga imom bo'ldi. 1922-yili qo'lga ilinib bir oy turmada yotdi. 1933-yili 11-oyda G'oljiga qochmoqchi bo'lib 4 nafar hamrohi bilan tutilib qoldi va payloqchilik vazifasini rad qilganlik uchun 10 yillik qamoq jazosi berildi. Elixan Törem u yerdan qochib Tungallarning uylarida yushirinib yurib, 3-qatim qochishida G'oljiga o'tib ketdi. G'olji shahridagi O'zbek maktab, ya'ni hozirgi 5-o'rta maktabning orqa tarafidagi mahallaga o'rinlashdi. Elixan Töre diniy ulamo va usta tiyib bo'lg'achqa tezla jamoatchilikka tunildi. 1937-yili Jallod Shingsa har millat xalqi ichidagi mo'tabar diniy va taraqqiyparvar kishilarni hamda ilg'or ziyolilarni ko'plab qo'lga olib, shu qatorida Elixan Töremni qo'lga ilinib turmaga tashlanadi. Mol-mulki musodir qilinadi. 1941-yili Shinsay turmusidan qo'yib beriladi va Urumchidan G'oljiga qaytib kelib, yana jamoat bilan aralashib, bir tarafdan tiyiblik kasbini davomlashtirib, yana bir tarafdan madrasa masjidlarda va jamoat to'plangan so'rovlarda oshkora va maxfiy holda diniy tashviqot olib berib, Gomindan hokimiyatining aksiyatchil siyosatlariga qarshi tashviqot olib boradi. Ozodlikqa tashna bo'lib turgan xalq Elixan Törening o'tkir tabliğ va da'vatlarini anglash uchun u boradigan so'ron va juma namozini o'qiydigan masjidga ko'plab to'plashadi. 1944-yili G'olji inqilobini qo'zg'ashga qatnashib, shu yili 11-oyning 12-kuni Sharqi Turkiston Cumhuriyeti qurildi va Elixan Töre davlatning raisi bo'lib saylanadi. Sharqi Turkistonning mustaqilligi va turkiy xalqlarining birligi va islom dinimizni oliy o'ringa ega qilish uchun tavranmay kurash qilgan Elixan Töre mundaq yozadi. Millatning o'z hukumati qo'lida bo'lmaydi ekan, padishasi yo'q qo'ylarga o'xshash yirtqich bo'rilarga yem bo'lib, oxiri munqariz bo'lib yo'qoladi. Hayotining har bir taraflarini esil nasihat va payg'ambarimizning ta'limoti va Qur'on Karimning hukmlaridan ayirmaydi. 1946-yili 6-oyning 12-kuni Sovet boshqarmasi bo'lgan Ahmadjon Qosimiy nomidagi 2-dimidan Elixan Töremni chaqirtib, muhofizatchilari Aloiddin Amiri va Sunur Munirini qaytib ketishga buyurdi. Xalqdan raisiga qarata kuchli sado chiqmagan bu paytda Elixan Töremni aldab Toshkentga elib ketdi. Elixan Töre Toshkentda maxsus o'zi uchun hozirlangan qoroda 30 yil nazarbandi ostida yashaydi va bu jarayonda Sovetning har xil mansab takliflarini rad qilib, ilmiy xizmat bilan shug'ullanib, tarixi Muhammad alayhissalomning tarixi nomli cho'ng hajmli kitobni yozib chiqadi va Ahmad Donishning Navodiril Voqea, Darvish Ali Changining Musiqa risolasi va Tumur tuzuklariga o'xshash nodir asarlarni tarjima qiladi. Elixan Töre 1976-yili 2-oyning 29-kuni 91 yoshida Toshkentda olamdan o'tadi. Vasiyatiga asosan Toshkentdagi Sheyx Zeyniddin Bobo qabristonligiga dafn qilinadi. Törenni xotirlash uchun Toshkent Yaksaray mahallasidagi bir o'rta maktabga va Shayxon Tohir rayonidagi bir ko'chaga Elixan Töre nomi berildi. Saz üçün xəncərini almay durub, armanlarım əməlgə aşmay durub, min yıl dedim əlay adəmlər, mən ölmüdüm, ölməymən, ya ölməymən.